Aka bugun video o'zgacha video bo'ladi. Videoni oxirida ko'rib tursa 3 milliondan ham so'lovlar chiqarib beraman. Narxi sinadi. Bitta gap, Akmalxon ko'pchilik obuna bo'lishni bilmayapti ekan mana. Obuna bo'lish mana. Akmalxon o'zini ko'rindi. Ha, ko'rindi. Akmalxon o'zman. Kimdadir bunda ruscha chiqadi. Shunday ha. Yozildi mana qo'ng'iroqchani ko'ryapsiz-a mana. Kimdadir emas, kimdadir bunda yozuv chiqadi ha. Shunday bosib qo'yisha. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysa bo'laveradi. Hammasi sekin. biz chiqarayotgan videolar SMS tarzda borib turadi. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, obunani bo'lib, like bosib turasizlar. Ketdi gunda. Zo'rlargilar. Akalar, yangi partiya qisir sovliqlarimizni qo'zilardan, zo'rlardan kelgan akalar. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun narx vobshe yeridan bitta ketadi akalar. Xudo xolasa akalar, qanunda biz videolarimizni boshladik. Qo'ydi o'tda ham noyobini boqaman degan akalarimizga da xolasa qo'ylarni zo'rlardan akalar da xolasa 3-partiyasiga yungi bor variantlar. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, Akmalxonus kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'sha arzonchi Akmaljon do'stimizni qo'y firmasiga yetkazganmiz akalar. Videoni boshidan bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obunani bo'lib qolsalar, da xolasa bugunga 3 partiya qo'yni zo'rlardan chiqarib beramiz akalar. Bugun 2025-yil 10-oktyabr hafta kuniga juma ayyomi hammalaringizga muborak bo'lsin deb biz Akmaljon do'stimiz bilan videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa videoni boshidan like bosib, komment qotanga rahmat. Akmalxon deb tursin, da xolasa Arzon bo'laveradi. Arzon bo'laveradi, qo'zlar zo'rlari chiqadi. Gap yo'q. Birinchi partiyaga son nechta? Birinchi partiyaga son 10 dona. Adash 10 dona. Ha, 10 dona bir pachka, da xolasa narxi arzon bo'ladimi? Boqadigan variantlari. Gap. Narxi arzon bo'ladi, da xolasa. O'tda aloqaga chiqarasizlar, da xolasa. Hozir endi bular qachon yetib keldi, adash bular? Bular kecha kechqurun yetib keldi. Kecha kechqurun. Ha, kecha kechqurun keldi, charchoqlari hali rasmana chiqib o'rgan yo'q edi. Dangal gapda. Tem bo'lib qo'zlar bir qop juni bilan ham turgani yo'q, adash. Tayyor o'sha sirazi olib borib boqishaveradi. Shunday ha. Gap yo'q. Xolasa zobrachilarimiz qo'zlarni yaxshilarida keldi. Birinchi partiya son nechta dedi? Tushunmadim. Son nechta? Soni ko'p emas, bir 20 ta qo'yim bor xolos. Yaxshi narsalar lekin. O'ta ham zo'rlardan ekan. Qo'ylarni qarang akalar. Xudo xolasa o'sha Akmaljon tanigan akalarimiz like bosib turaverasizlar. Bugunga zo'rlardan chiqaraveramiz. Yebichlari sinovdan o'tdi bo'ladi. Sinovdan o'tdi Akmalxon. Borgandan keyin ham sinov olishaveradi, adash. Bo'yvastini qanchaga beramiz? Bo'yvastilari 65 dan 70 gacha olishaveradi. 70 gacha. Ha, pasti ham 65 dan baland. Qo'ylar qaranglar, qizil toza. Qayerda yetib keldi bular endi? Bular adash tagi qirg'izniki. Hop, tagi 10 ni qirg'izniki. Lekin qo'zlar o'tganiga ancha bo'lgan. Ancha bo'lgan. Ha, ancha bo'lgan. Qo'ziligida o'tganda endi bular. Ha, bir dehqon akamizga berdik. Aha. O'zimiz oldik yana. Yana o'zingiz oldingiz. Gap yo'q. Qo'ylarni qarang, quloqlari. Mana shu qo'ydik tushangchi. Qaysi? Mana shu. Quloqlari ham uzun ekan qo'ylar. Hamma yo'g'i kelgan holatda. Gap yo'q. Xolos olgan odam maza qilib boqadi. Bu qo'ydi qarang aka. Yuzlari ham o'ta toza. Gap yo'q. Birinchi partiyaga nechta dedingiz sonini? Birinchi partiyaga 10 dona. 10 dona, bir pachka. Shunday ha, bir pachka. Narx quloymida xolasa? Xolasa narxi sinadi. Yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyliklari 5 oy, 6 oy. 5-6 oylik atrofida. 6 yarim oy. Adashdim. 6-6,5 oylik atrofida. 10 dona. Bir joyga Akmaljon buni dastavka qilib chiqarib yubordingizsa, nech puldan ketaveradi endi? Hisoblachilar Akmaljon 10 donani shuni tortishsa. Lekin qo'ylar tavsiya qilaman. 3 million 300 dan ketaveradi. 3 million 300 dan, ha? Ha, 3 million 300 dan ketaveradi. Gap yo'q. 3 million 300 dan akalar, va xolasa aloqaga chiqarasizlar. Xayri bormi? Telefon qilsa xayriga o'tib beraman. Xayriga o'tib beradi akalar. Qo'ylarni qarang, tavsiya qilaman, da xolasa oyoq qo'llari ham uzun, basharalari ham tiniq qo'ylar ekan, ha? Chehralari ochiq ekan bu qo'ylarni. Xolasa
Yeb ichlari bitta yash O'ynab turgan narsalar. Bu ishini qarang, qo'ylardi. Balon, kaga obunachilaringizni jami summadan bitta kesaymi? Bitta sirazi shu bo'ladigan narxini chiqarib qo'yagan. 2 million deb beraman. Qanchadan bo'ladi shunda? 31 dan bo'ladi-da. Joningiz sog' bo'lsin. 2 million 100 dan. Mayda chudalamaysiz-a? Shunday ham. Telefon qilasiz. Endi buni hozir bitta ikkita olaman degan obunachilarimiz. Hozir mana mana shu qo'ydi shuni. Mana mana shu qo'ydi. Menga chiqarib yubordi deysiz. Kelishiladi-da, akmaljon. Telefon qilasiz, chiroyli qilib a? Ha, chiroyli qilib yetkazib beraman, xudo xolasa. Gap yo'q. Telegramdan, WhatsApp hamma yo'q bor. Yo'q bor. Lokatsiyalar ham tashlab berilaveradi. Kelib ko'raman deysiz. Ha. Gap yo'q. Onlayn savdo bormi? Bor, bor. Aloqaga chiqarasizlar kelar. Dastlabkilar qayerga davr endi? Dastlabkilar Toshkentgacha ketadi. Toshkentgacha. O'zi O'zbekiston bo'ylab bor-a? Ha, yo'qqa bor. Kelishilgan holda. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar kelar. Bu birinchi partiya. Bundan keyingi qanaqalardan chiqadi? Bundan keyingilarga ham shunaqalari. O'tda. Ha, shunday. Ketdikmi? Qo'ydi o'tda ham noyobini boqaman degan akalarimizga xudo xolasa qo'ylarni zo'rlardan kelgan akalarimiz. Qo'ylarni qarang. Odam gulidan. Haqiqiy zo'rlardan. Qanaqa endi buni parodasi? Bularda parodasi bittasi bodam gulda. Hop, Xolasa, quloqlari butun ekan. quloqlari butun hammasi. Mashalloh, bu qo'ylarni qarang. Bir xil ekan xolasa. Gap yo'q. Soni 3 dona. 3 dona. Ha, 3 dona da xolasa. Dobranchilaringizga yengil narxda bo'ladi. O'tda. Gap yo'q. Mana 3 dona bo'ladi. Yosh oylik qanaqa bo'ladi? Yosh oyliklari 6-6,5 oylik. 6-6,5 oylik atrofida. Bular ham shular bilan birga kelgan, ha? Bular hammasi bitta partiya. Hammasi urg'ochi. Hammasi urg'ochda xolasa. Gap yo'q. Narxi arzon bo'ladi? Xolasa narxi ham qo'ldan kelgancha yengilroq qilib beraman. Nech puldan berasiz endi bo'ladi? Yeb-ichlari hamma yo'g'i sinovdan o'tdimi? O'tdi, bir hafta borgandan keyin ham sinov olishaveradi. Borgandan keyin ham sinov olarasiz mana akalar. Qo'ylarni qarang, haqiqiy zo'r ekan. Oyoq qo'li uzun ekan, lekin nargilar qaraganda. Shunday, xolasa. Narxini nima deymiz buni bir joyga shu. Narxini bir joyga olishadimi? Ha. Xolasa 3 million 200 mingdan bo'lsa beraman. Bo'ladigani. Tortish keragi yo'qmi? Yo'q, yo'q. 3 million 200 mingdan dastlabkasi bilan yetib boradi. Ha, shunday u chiqib olib, vala qilaverish kerak. 3 million 200 mingdan bo'lsa, Realni narxi. realniy narxi yetkazib beraman. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar akalar. 3 million 200 ming so'mdan bo'lsa, qo'ying, o'ta uzun qo'y, akmalxon aka. mana akalar. Ko'rib olinglar bir oyoq qo'l. Xolos olgan odam bor, maza qilib boqadi. Baraka topadiganlarni haqiqiy. Bu ikkinchi partiya. Ha, video yana yana bitta partiyamiz bor, yana videoni tugatib qo'yman. Uchinchi partiya ham bor a? Uchinchi partiyamiz ham bor, ha. Gap yo'q. Qani unda shularga o'taveramiz akalar. Buni sifati, narxi to'g'ri kelgan bo'lsa, telefonda qo'yarasizlar. Buni endi bitta gap nariga 10 ta bilan buni olaman deysiz, nima deysiz? 31 dan ketaveradi. Telefon qilasiz, ha? Telefon qilsa 31 dan ketaveradi. Gap yo'q. Telefonni qiling aka, ishingiz bitadi xolos. Uchinchi partiya ketdik unda. Akalarda xolasa 3-partiyasiga yungi bor variantlardan qo'ydi, yirigini boqaman deganlarga da xolasa qo'zilardan kelgan akalar. Qo'ylarni qarang, haqiqiy zo'rini boqaman deganlarga siraz aloqaga chiqarasizlar. Bularda da yosh oylik qanaqa bo'ladi? Yosh oyliklar akalardan bo'lsa, bular ham shular bilan bir xil. Bir xil, juni olinmagan variantlarda-da. Yo'q, yo'q, endi sovuq tushib qoldi. Dangal gapda endi gap yo'q. Kamiga bularni oldirgan vaqt ham ozgina yendimay qoldi. Bularni yungini oldirgani vaqt ham bo'lmadi. Shunday, ha. Bo'ylarini nechiga beramiz buni? Bo'ylari 70 plyusga olishadi. 70 plyusga. 5 chiqmaydi. Yeb-ichlari sinovdan o'tdimi? Ya, yeb-ichlar bir hafta kafolat. Bir hafta kafolati bordi xolos akalar. Arzonchidan. Mana. Qo'ylarni qarang, lekin zo'r ekan qo'ylarni. Qo'yni qarang. Yuruvlari ham boshqacha ekan, ha? Yurishlari ham boshqacha ekan bularda. Shunaqa, xolos. Qo'yni qarang, oyoq qo'llari ham haqiqiy tikka ekan qo'y. Narxini nima deymiz? Hamma ish narxida. 3 milliondan bo'lsa beraman. Bo'ladigan narx. Bo'ladigan narx 3 milliondan. 3 milliondan bo'lsa akalar ketaverar ekan. Ammo ajratmayman, bitta sotaman. Bitta sotiladi. 3 kishi, 3 bir kishi olaman degan odam telefon qilasan. Bo'lib olaman deysiz ham ketaveradi. Ha, ketaveradi. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Oxirgi partiyami bu? Ha, bu oxirgi partiyalar. Gap yo'q.
Bundan keyingi bundan ham zo'rlardan kelaveradi. Xudo xolasa videoni oxirida ko'rganlarga bittadan like so'rab qolamiz degan. Adash like esdan umuman chiqib qolmasin. Gap yo'q.